Bolalar yaxshi o'qimasa, bilimi past bo'lsa, darhol o'qituvchini ayblash boshlanib ketadi. Bolalarning qanday bilimga ega bo'lishi, saviyasi yuqori bo'lishi, boshqa narsalarning hammasi faqat o'qituvchigagina bog'liq emas, balki bularning boshida ota-ona turadi. Bir vaqtlar maktabda o'qituvchilik qilganman. Bir jurnalist ayol keldi. Kelib bir chekkadan tekshirib, bir vaqt meni chaqirdi. Mana bu bolalar o'qishni, yozishni bilmas ekan. Siz nima uchun ishlab yuribsiz? Degan gapni qildi. Aytdimki, boshlang'ich sinfda bular o'qish, yozishni o'rganishmagansa, siz ona tili o'qituvchisi sifatida ularga o'rgatishingiz kerak edi, deydi. Baraka topgur. Men ona tili va adabiyot fani o'qituvchisiman. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi emas. Shuni bilingki, agar bola boshlang'ich sinfda o'qishni, yozishni o'rgana olmagan bo'lsa, yuqori sinfga o'tgandan so'ng har qanday yetuk mutaxassis o'qituvchi unga o'rgata olmaydi. O'qishni, yozishni biladigan bolaga men ona tili va adabiyot fanidan dars beraman. Ularni shu fanlarga o'rgataman. Shuni aytib tushuntira olmadim, qarang. Jurnalist degani buni yaxshi bilishi kerak. Saviya bo'lishi kerak-da, mana shunaqangi aybni boshqa birovga to'ngayverishmaslik zarur. Yana bir narsani kuzatdim, ana shu o'qishni, yozishni bilmaydigan bolalar boshlang'ich sinfda o'qiyotgan paytda men boshqa maktabda ishlar edim. Borgan paytimda ular yuqori sinfga o'tishgan edi. Yana boshqa bir narsani e'tibor qaratdim. O'sha bolalarning ota-onasi bilan shug'ullandim. Ularning ota-onasi kim, boshqa tekshirib ko'rsam, ana shu bolalarning aksariyati yaqin qarindoshlardan tug'ilgan bolalar ekan. Bittasi bor edi, xolavachchalar farzandi. Yana boshqasi tog'avachcha, ammavachcha, amakivachcha. Xullas kalom, mana shunday o'ta yaqin qarindoshlar bilan tug'ilgan bolalar demakki, ko'rinishdan sog'lomga o'xshasa ham, lekin aqli yaxshi rivojlanmas ekan. Shuning uchun aybni o'qituvchiga to'nkashdan avval genetika degan bir narsani ham bilib qo'yishimiz kerak. Endi bo'lar ish bo'lib bo'ldi. Shuncha vaqt davomida oilalarda shu qarindosh urug'liklar bo'yicha tug'ilgan farzandlar bor. Ularni ko'payinda sog'lom ham, kasalmand bo'layotganlari ham bor. Aytmoqchimanki, bu ishni to'xtatish kerak. Qarindosh urug'lar bilan oila qurganlar bo'lsa, bundan buyon ham bemalol yashayverishsin. Lekin bundan buyon bu narsani to'xtatmasak bo'lmaydi. Aybni o'qituvchiga to'ngab boshqa qilish emas, balki mana shu saviyani yuqoriga ko'tarishimiz kerak. Demak, bundan buyon oilalar butunlay er-xotin begona holatda quriladigan bo'lsa, oilada sog'lom farzand dunyoga keladi. Baquvvat bo'ladi, jismonan ham, ruhan ham, aqlan ham yuqori saviyalarga erishishimiz mumkin. Bugungi kundagi juda ko'p kasalliklar, mana shu irsiy kasalliklar avj olib ketgan. Hozirgi paytda 30% odam qarindoshi bilan turmush qurgan ekan. Endi buni to'xtatadigan bo'lsak, 20-30 yil ichida bugungi kundagi kasalliklarning 30-40% yo'qoladi, kamayadi. Biz mana shu narsaga qattiq turishimiz kerak.